komediyasi buyuk populyarligini qozondi. U aktyorlar jadvalining birinchi sirlarida bo'linib, rolini ijro etgani uchun buyuk qozonchga nail oldi. Lekin kino esirga bu al buyuk para keltirmadi. Onun ishtiroki ile Mordecai adlı film tek 47 milyon keltirib oldi. Masraf etilgan paralarining ko'lami esa 60 millionini tashkil etdi. Meroqlisini shundaki, bu alga bakmadan Forbes versiyasına ko'ra eng yuksak aylıklar algan aktyorlarning reytingida Johnny Depp 12-chi yerda yerlashdi. Laysan Utyasheva ve Pavel Voля Ispaniyaga ko'chib ketdilar. Aytganlari kabi buna sebep anda olgan iklim ularning 3 yoshlari Robert o'g'li ve 1,5 yoshli Sofiya qizi uchun pek yaxshidir. Şimdi ana ve baba o'z evlatlarini kamera ve fotoresamlardan da uzoq tutalar. Da yoshlari kichik deb kutleviy xabar vositalarına ko'rsatmaylar. Moskvaga esa Laysan ve Pavel tek ish ile teleproyektlarda ishtirok etmesi uchun kelmagan niyatdalar. Gayet istedatlı Qrim-tatar Yerji Ureni Kenjikayevaning tek Qrimda degildi boshqa memleketlerde de bellidir. U Qrimda nam qozongan artist, nam qozongan san'at erbabi. Ureni xonim çok yillardan beri yana muzika vegerlarini yarata. Qrim Muhandis pedagogika universitetinde çalışıp studentlari ile o'z bilganlarini paylaşmakta. Çal kemane söyle anam söyle babam sağındım seni anam gibi veda çok yıllarının muallifidir.